Demek bugungi darsimizda Python dasturlash tilini foydalanish uchun Python identifikatorini o'rnatishda ko'rib chiqamiz. Demek buning uchun birinchi bo'lib demek Python official saytiga kirib olamiz. Demek mana bu yerda ko'rishingiz mumkin python.org. Bu Python dastur yuklash uchun official sayt hisoblanadi. Kiramiz. Mana bu yerda Python bo'yicha barcha kerakli ma'lumotlar ko'rsatilgan. Tarqalib chiqib o'rganish mumkin. Bizlarga kerak bo'ladigani demak Talents orqali demak kerakli bo'lgan Python dasturlash tilini yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerda qaraydigan bo'lsak, operatsion sistemalar berilgan. Demak, operatsion sistema ishlatayotgan bo'lsangiz, o'shani o'rnatishingiz mumkin. Demak, bizda Windows operatsion sistema bo'lgani uchun demak Windows tanlaymiz va undan keyin Python dasturlash tilini o'rnatishni boshlaymiz. Demak, mana bu tugmani bossak, demak yuklashda boshlaydi. Demak, yuklab oldik va uni o'rnatishni boshlaymiz. Burada ko'rishingiz mumkin. Demak, qanday o'rnatishimiz kerak. Aslında bizlar uchun install now degan joyni bosishimiz kerak va bizga kerakli bo'lgan joyi mana bu yerda exe fayl yaratish yoki edit python.exe fayl yaratish qaysi kerak bo'ladigan bo'lsa o'shalarni belgilaymiz va undan keyin shu dasturni o'rnatishni boshlaymiz. Ketyapti bu yerda. Kutishimiz kerak bo'ladi jarayon yakunlanguncha. Official sayt orqali kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Mana bu yerda dokumentlar bilan shug'ullanish, community news, yangiliklari va hokazo har xil keyinchalik bu xohlagan versiyalaringizni ham yana o'zgartirib o'rnatib olishingiz mumkin. Bizda ozroq vaqt talab etadi. Demak, buni o'rnatib olish uchun mana o'sha o'rnatildi bizga dastur. Demak, qonus qilib yopamiz oynani va bu interpretatorni ishlashini ko'rib chiqamiz. Demak, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bizlarda birinchi bo'lib mana bu interpretator ishlash uchun dasturlar ko'rinib turibdi. Demak, birinchi bo'lib mana shuni bosamiz. Tugmani bosildi. Demak, bizlarga ishlash kod yozish uchun oyna ochildi deb hisoblasak bo'ladi. Bu yerda yozadigan bo'lsak 207. Demak, 5 bo'ladi. 3 plus 2 bo'ladigan bo'lsa 5 qiymatlarni qabul qilishimiz mumkin. Demak, bu mana shu oyna orqali bizlar Python dasturlashni ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari demak Python dasturlash tilida demak fayl yaratib o'sha orqali ham demak bitta fayldan bir necha bor foydalanish uchun fayl yaratib olib ishlashimiz ham mumkin bo'ladi. Uning uchun esa DLL dan foydalanamiz. Mana Indial degan interpretatordan foydalanamiz.
2 mana bu yerda kerakli bo'lgan oyna ishlayapti. Xuddi boyagiday. Demak, bu yerda ham xohlagan matematika bilan bajarsak demak chiqib kelaveradi. Yoki bironta fayl yaratib olishimiz mumkin. Masalan, tak, например, salom degan so'zni chiqarish uchun va chiqarish uchun bizlar apostrof yoki qo'shtirnoqda qo'llash mumkin. Demak, salom degan so'zni chiqarib bersin. Keyin bu narsani bizlar kerakli faylda yuklashimiz mumkin bo'ladi yoki saqlab qo'yib, keyin uni qaytadan ishlatishimiz mumkin. Tak, video ko'rishimiz mumkin. Dokumentga saqlaylik. Mana shu yerda olamiz va tak, salom degan Python fayl yaratib qo'yamiz va undan keyin ishga tushirib ko'ramiz. Demak, round orqali yoki F5 orqali natija olishimiz kerak bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda salom degan so'zni bizlarga chiqadi. Qisqacha Pythonda dastur o'rnatish, ishlatishda ko'rib chiqdik.